Men tayyor skriptni bevosita o'zbek latin yozaman, formatlashsiz va monolog ko'rinishida. Mavzuni keng auditoriyaga tushunarli bo'lishi uchun iyulgacha rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan to'lovlar va hujjatli tasdiqlar atrofida amaliy misollar bilan ochib beraman. Kirish assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Ayrim to'lovlarni iyulgacha rasmiylashtirib qo'yish kerak. Aks holda keyin ularni isbotlash, qayta tiklash yoki hisobga kiritish juda qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bu gap faqat tadbirkorlarga yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu masala uy egasiga ham, ijarachiga ham, aliment olayotgan ayolga ham, qarz bergan odamga ham o'z nomidan emas, boshqa odam nomidan to'lov qilayotgan fuqaroga ham tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman, qaysi to'lovlar haqida gap ketyapti, nima uchun 1 iyul muhim sana sifatida ko'rilmoqda, kimlar hozirdanoq xavotir olish kerak. Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan mayda ko'ringan hujjatlarda bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bir kun kech eshitish ham odamga katta zarar keltirishi mumkin. Avvallari ko'pchilik to'lov masalasiga juda oddiy qarardi. Masalan, birovga pul berdimi, aka-uka orasida gap bo'lmaydi deb tilxatsiz berardi. Ijara puli berildimi, uy egasi biladi, ijarachi biladi deb bankdan o'tkazmasdi. Aliment yoki bolaga xarajat berildimi, qo'liga berdim-ku deb chek saqlamasdi. Ish haqi yoki xizmat haqi berildimi, kelishib oldik deb shartnomasiz ishlardi. Keyin esa nizo chiqqanda hamma bitta savolga kelib taqalardi. Buni qanday isbotlaysiz? Mana endi holat o'zgaryapti. Davlat organlari, bank tizimi, soliq bazalari, kadastr, sud va ijro tizimlari tobora ko'proq rasmiy hujjatga qarayapti. Ya'ni og'zaki gap telefon yozishmasi yoki hamma biladi degan dalil ko'p hollarda yetarli bo'lmay qolmoqda. To'lov bor bo'lsa, uning rasmiy izi bo'lishi kerak. Bank o'tkazmasi, kvitansiya, shartnoma, tilxat, elektron chek, davlat xizmatlari orqali ariza yoki notarial tasdiq. 1 iyulgacha degan ogohlantirishning mohiyati shunda. Shu sanagacha ayrim hisob kitoblarni tartibga solib, hujjatlarni joyiga qo'yib, kimga nima uchun pul to'langanini aniq yozib qo'yish zarur. Chunki keyin eski to'lovni rasmiylashtirishda men oldin berganman, men har oy to'lab kelganman, u pulni shunga deb o'tkazganman degan gaplarni isbotlash qiyinlashadi. Pul chiqqan bo'lishi mumkin, lekin maqsad ko'rsatilmagan bo'lsa, u qarzmi, sovg'ami, alimentmi, ijara haqimi yoki boshqa to'lovmi bahsli bo'lib qoladi. Birinchi navbatda ijarada yashayotganlar va uyini ijaraga berayotganlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, fuqaro bir xonadonni oyiga 2 million so'mdan ijaraga olgan. U 6 oy davomida pulni naqd bergan. Hech qanday shartnoma yo'q, bank o'tkazmasi yo'q, tilxat yo'q. Keyin uy egasi sen 2 oy pul bermading desa, ijarachi nima qiladi? U aytadi, berganman. Uy egasi aytadi, olmaganman. Mana shu joyda rasmiy hujjat yo'qligi katta muammoga aylanadi. Agar ijarachi har oy bank orqali o'tkazib, izoh qismiga 2024 yil may oyi uchun ijara to'lovi deb yozgan bo'lsa, masala ancha osonlashadi. Verilmagan. Agar shartnoma soliq organida yoki tegishli platformada ro'yxatdan bo'lsa, yana ham yaxshi. Uy egasi uchun ham bu foydali. Chunki ertaga ijarachi uydagi buyumni sindirib qo'ysa, kommunal qarz qoldirsa yoki muddatidan oldin chiqib ketsa, shartnomada hammasi yozilgan bo'ladi. Shartnoma faqat soliq uchun emas, ikki tarafni ham himoya qilish uchun kerak. Ikkinchi guruh, aliment va bolaga beriladigan xarajatlar. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Ota bolaning onasiga har oy 1 million yoki 2,5 million so'm naqd pul beradi. 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi. Keyin nizo chiqadi. Ona aliment bermadi deydi. Ota, men har oy berib keldim deydi. Agar chek yo'q, bank o'tkazmasi yo'q, tilxat yo'q bo'lsa, otaning holati og'irlashadi. Hatto u haqiqatan ham bergan bo'lsa ham, sud yoki ijro organi hujjatga qaraydi. Shuning uchun aliment to'layotgan odam pulni qo'lga bermasdan imkon qadar bank orqali o'tkazish kerak. Izoh qismiga aniq yozish kerak. Farzandim uchun aliment to'lovi, iyun oyi alimenti, bolaning ta'lim xarajati uchun. Agar pul naqd berilsa, kamida tilxat olinishi kerak. Tilxatda sana. Summa kimdan kimga nima maqsadda olingani, pasport ma'lumotlari va imzo bo'lishi kerak. Pul oldim degan ikki og'iz gap ham ba'zan yetarli bo'lmaydi. Maqsadi yozilmasa, keyin u boshqa narsa deb talqin qilinishi mumkin. Uchinchi guruh, qarz berayotganlar va qarz olayotganlar. Masalan, siz tanishingizga
20 milyon so'm berdingiz. U bir oyda qaytaraman dedi. Siz ishonib berdingiz, lekin tilxat yozilmadi. Bankdan o'tkazilganda izoh yozilmadi yoki umuman naqd berildi. Keyin u odam bu qarz emas, sheriklik uchun berilgan pul edi yoki bu yordam edi deb aytishi mumkin. Siz esa yillar davomida pulingizni undira olmay yurishingiz mumkin. Agar qarz miqdori katta bo'lsa, albatta yozma shartnoma yoki tilxat tuzing. Tilxatda summa raqam bilan ham, harf bilan ham yozilgani yaxshi. Qarz qachon berildi, qachon qaytariladi, foiz bormi yoki yo'qmi, kechiksa nima bo'ladi? Bular aniq ko'rsatilishi kerak. Bank orqali o'tkazsangiz, izoh qismiga qarz sifatida berildi. Qaytarish muddat falon sana deb yozing. Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin sudda eng kuchli dalil aynan shu bo'lishi mumkin. 4-guruh. Xizmat ko'rsatgan, ustachilik qilgan, qurilish, ta'mirlash, yuk tashish yoki boshqa ish bajargan odamlar. Ko'pchilik ustaga 1 million berdim, lekin ishni chala qildi yoki men ishni qilib berdim. Haqqimni bermadi degan muammoga duch keladi. Sabab bitta kelishuv rasmiylashtirilmagan, ish hajmi yozilmagan, pul qachon berilishi belgilanmagan, material kimdan bo'lishi aniqlanmagan. Masalan, siz hammom ta'miri uchun ustaga 2 million so'm berdingiz. U hammasini qilib beraman dedi. Lekin nimalar kiradi? Plitka yotqizishmi, santexnika o'rnatishmi, elektr ishlarimi, chiqindi olib chiqishmi? Agar yozilmagan bo'lsa, keyin har ikki taraf o'zicha tushunadi. Shu sababli oddiy varaqda bo'lsa ham bajariladigan ishlar ro'yxati, umumiy narx, avans, yakuniy to'lov muddat yozilishi kerak. To'lov qilinganda esa ta'mirlash ishlari uchun avans yoki yakuniy to'lov deb ko'rsatilishi lozim. 5-guruh. Kommunal to'lovlar, umumiy hovli, ko'p qavatli uy, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bilan bog'liq to'lovlar. Ba'zi odamlar pulni qo'shniga beradi. Siz to'lab qo'ying deydi. Ba'zi hollarda uy egasi ijarachidan kommunal pulni oladi, lekin o'zi vaqtida to'lamaydi. Keyin qarz kimning zimmasida qoladi? Hisob raqami kimning nomida bo'lsa, talab o'sha tomonga boradi. Shuning uchun kommunal to'lovlarni imkon qadar o'z shaxsiy kabineti, bank ilovasi yoki rasmiy kassalar orqali to'lash kerak. Agar siz ijarachisiz va kommunal to'lovlarni uy egasiga naqd bersangiz, u holda har oy yozib boring. Elektr uchun qancha, gaz uchun qancha, suv uchun qancha, ijara uchun qancha. Eng yaxshisi to'lovni to'g'ridan to'g'ri hisob raqamiga qiling va chekni saqlang. Chunki keyin uydan chiqayotganingizda 3 million kommunal qarz bor deyishsa, sizda dalil bo'ladi. Endi men muhim bir narsani aytaman. Hamma vahimaga tushishi shart emas. Agar siz barcha to'lovlarni bank orqali qilayotgan bo'lsangiz, izoh qismini to'g'ri yozayotgan bo'lsangiz, shartnomalaringiz bor bo'lsa, kvitansiya va cheklarni saqlayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavf yo'q. Siz faqat hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying, kerakli joyda nusxasini saqlang. Masalan, siz kredit to'lovlarini har oy bank ilovasi orqali to'laysiz. Cheklar ilovada turibdi. Sizda kredit shartnomasi bor. Bu yerda ortiqcha muammo bo'lmaydi. Yoki siz farzandingizning bog'cha, maktab, kurs to'lovlarini bank orqali qilyapsiz. Izoh qismida ta'lim xizmati ko'rsatilgan. Bu ham yaxshi. Yoki siz uy ijarasi shartnomasini ro'yxatdan o'tkazgansiz va pulni karta orqali yuboryapsiz. Bu holatda siz faqat mavjud tartibni davom ettiring. Lekin men ishonch bilan beraman. Biz qarindoshmiz. U odam yaxshi. Shartnoma qilish uyat bo'ladi degan fikr bilan yurganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Hujjat qilish ishonchsizlik belgisi emas. Aksincha, hujjat qilish ikki tarafni ham noqulay vaziyatdan himoya qiladi. Bugun munosabat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ertaga odam o'zgaradi. Merosxo'rlar aralashadi, oila buziladi, biznes to'xtaydi yoki qarzdorlik paydo bo'ladi. Eng katta xatolardan biri shuki, odam bankdan pul o'tkazadi. Masalan, 5 million so'm o'tkazildi. Keyin savol tug'iladi. Bu nima edi? Qarzmi, sovg'ami, ish haqi? Tovar puli, alimentmi? Agar izoh yo'q bo'lsa, ikkinchi taraf buni o'ziga qulay tarzda tushuntirishi mumkin. Shuning uchun har bir muhim to'lovda izoh yozing. Oddiy, lekin aniq yozing. May oyi ijara to'lovi, qarz qaytarildi. Avtomobil ta'mir uchun to'lov, farzand uchun aliment kabi. Ikkinchi nozik jihat, pulni boshqa odam nomidan to'lash. Masalan, aka ukasining kreditini to'lab turadi yoki kelin qaynonasining kommunal qarzini yopadi. Yoki farzand otasining soliq to'lovini amalga oshiradi. Keyin savol tug'iladi, bu yordam edimi yoki qarz edimi? Agar keyin qaytarilishi kerak bo'lsa, albatta yozma kelishuv bo'lishi kerak. Men sizning nomingizdan falon to'lovni qildim. Siz falon sanagacha menga qaytarasiz degan oddiy hujjat ham juda katta ahamiyatga ega.
Uchinchi nozik jihat naqd pul. Naqd pulning o'zi taqiqlangan degani emas, lekin naqd pulda dalil kamroq bo'ladi. Agar naqd bersangiz, tilxat oling. Tilxatni oddiy qog'ozga yozsa ham bo'ladi, lekin unda aniq ma'lumotlar bo'lishi kerak. Sana, joy tomonlarning ism, familiyasi, pasport yoki ID ma'lumotlari. Summa, to'lov maqsadi, qaytarish muddati bo'lsa muddati, imzo. Imkon bo'lsa, ikki guvohning ham imzosini qo'ying. Katta summa bo'lsa, notarius orqali rasmiylashtirish yanada ishonchli. 4-chi nozik jihat cheklarni yo'qotish. Ko'pchilik bank ilovasida chek bor deb xotirjam yuradi. Lekin telefon almashtiriladi, ilova o'chadi, karta yopiladi. Eski ma'lumotlarni topish qiyin bo'ladi. Muhim to'lovlarning cheklarini alohida papkaga saqlang. Telefoningizda to'lovlar, ijara, aliment, qarz, kommunal degan papkalar oching. Kerak bo'lsa elektron pochtangizga yuboring yoki bulutli xotirada saqlang. Qog'oz chek bo'lsa, suratga olib qo'ying. Chunki qog'oz chek vaqt o'tishi bilan o'chib ketadi. 5-chi nozik jihat eski to'lovlarni keyin rasmiylashtirish. Ba'zi odamlar hozircha berib turay, keyin bir yo'la yozib olamiz deydi. Bu juda xavfli. Chunki keyin ikkinchi taraf imzo qo'ymasligi mumkin. Yoki men bunday pul olmaganman deyishi mumkin. Yoki summa bo'yicha kelishmovchilik chiqadi. Shuning uchun to'lov bo'lgan kuni yoki eng kechi o'sha hafta ichida hujjat qiling. 1-iyulgacha esa avvalgi to'lovlaringizni ko'rib chiqing va imkon boricha tasdiqlatib oling. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam. Oxirgi 1 yil ichida qilgan yirik to'lovlaringizni yozib chiqing. Kimga pul bergansiz? Nima uchun bergansiz? Qachon bergansiz? Qancha bergansiz? Ayniqsa 1 million so'mdan yuqori bo'lgan to'lovlarni alohida belgilang. Ijara, aliment, qarz, ustaga berilgan pul, mashina ta'miri, uy qurilishi, o'qish puli, kommunal qarz, tibbiy xizmat, tovar yoki biznes sheriklik to'lovlari hammasini ko'rib chiqing. 2-qadam, har bir to'lov bo'yicha dalil bormi? Tekshiring. Bank cheki bormi? Izoh yozilganmi? Shartnoma bormi? Tilxat bormi? Telegram yoki SMS yozishmalari bormi? Agar hech narsa bo'lmasa, hozirroq ikkinchi taraf bilan gaplashing va to'lov tasdiqlovchi hujjat tuzing. Masalan, men falon sanalarda jami 10 million so'm ijara to'lovi olganimni tasdiqlayman. Yoki men falon odamdan 11 million so'm qarz olganman. Falon sanagacha qaytaraman degan mazmunda yozma tasdiq oling. 3-qadam. Kelajakdagi to'lovlarni tartibga soling. Bugundan boshlab muhim to'lovlarni shunchaki karta tashlab yuborish usulda qilmang. Izoh yozing. Agar bank ilovasida izoh yozish joyi bo'lmasa, hech bo'lmasa to'lovdan oldin yoki keyin yozma xabar yuboring. Hozir sizga iyun oyi ijara to'lovi sifatida 2 million so'm o'tkazdim. Ikkinchi taraf oldim deb javob bersin. Bu ham qo'shimcha dalil bo'ladi. 4-qadam. Shartnomalarni rasmiylashtiring. Ijara bo'lsa, ijara shartnomasi. Qarz bo'lsa, qarz shartnomasi yoki tilxat. Xizmat bo'lsa, xizmat ko'rsatish bo'yicha kelishuv. Qurilish yoki ta'mirlash bo'lsa, ish hajmi va muddat yozilgan hujjat. Agar summa katta bo'lsa, notariusga boring. Notarius xarajati sizga qimmat ko'rinishi mumkin. Lekin keyin 20 million yoki 1 million so'mni yo'qotishdan ko'ra ancha arzon tushadi. 5-qadam. Davlat xizmatlari va rasmiy idoralardan foydalaning. Agar masala kadastr, soliq, subsidiya, ijtimoiy yordam, pensiya, aliment ijrosi, kommunal hisob yoki boshqa rasmiy to'lovga bog'liq bo'lsa, tanish orqali hal qilamiz deb yurmasdan tegishli tashkilotga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markaziga boring. MyBankUz orqali ariza yuboring. Bank yoki soliq organining rasmiy ilovasidan foydalaning. Ariza berganingizda kirim raqami, ariza nusxasi yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, oilaviy to'lovlarni ham beparvo qoldirmang. Ko'p muammolar aynan qarindoshlar orasida chiqadi. Aka-uka uy quradi. Biri ko'proq pul qo'shadi, biri kamroq qo'shadi, lekin hech narsa yozilmaydi. Keyin uy kimniki, kim qancha ulushga ega, kim qancha pul bergan noma'lum bo'lib qoladi. Yoki farzand ota-onasining uyini ta'mirlab beradi. Keyin meros masalasida boshqa farzandlar bu sening sovg'ang edi deydi. Shuning uchun katta xarajat bo'lsa, qarindosh bo'lsa ham yozma kelishuv qiling. 7-qadam, 1-iyulgacha alohida tekshiruv o'tkazing. Men tavsiya qilaman. Bugun kechqurun 30 daqiqa vaqt ajrating. Telefoningizdagi bank ilovasini oching. So'nggi to'lovlarni ko'ring. Qaysi to'lovda izoh yo'q, qaysi to'lov bahsli bo'lishi mumkin, qaysi odamdan tilxat olish kerak, hammasini ro'yxat qiling. Ertaga esa birma-bir hal qiling. Bir kunda hammasini qila olmasangiz,
Har kuni ikkitadan masalani tartibga soling. Muhimi, oxirgi haftaga qoldirmang. Tasavvur qiling. Bir ayol sobiq turmush o'rtog'idan har oy 1 million 200 ming so'm oladi. Pul naqd beriladi. 3 yil davomida shunday bo'ladi. Keyin bola xarajatlari oshadi, nizo chiqadi, aliment bo'yicha rasmiy talab qo'yiladi. Erkak men 3 yil to'ladim deydi. Ayol esa ba'zida berdi, ba'zida bermadi deydi. Agar har oy bank orqali izoh bilan o'tkazilganda hech kim ortiqcha tortishmasdi. Dalil tayyor bo'lardi. Yana bir misol. Yigit ustaga uy ta'miri uchun 25 million so'm beradi. Usta ishni boshlaydi, lekin yarim yo'lda ketib qoladi. Yigit pulni qaytarishni so'raydi. Usta men 25 millionlik ish qildim deydi. Lekin ish hajmi yozilmagan. Qancha avans, qancha material, qancha mehnat haqi noma'lum. Agar boshida oddiy kelishuv yozilganida, masalan, 20 million avans, 20 million ish tugagandan keyin muddat 30 kun deb vaziyat ancha oson hal bo'lardi. Yana bir holat. Bir kishi do'stiga takas million so'm karta orqali o'tkazadi. Izoh yozmaydi. Keyin qaytarishni so'rasa, do'sti, sen menga eski qarzingni qaytarganding dedi. Mana shu yerda izohning ahamiyati ko'rinadi. Agar qarz sifatida berildi deb yozilganida bahs kamayardi. Shu sababli men doim aytaman, pul o'tkazish 1 daqiqa, izoh yozish esa 10 soniya. Lekin o'sha 10 soniya sizni oylar davom etadigan muammodan saqlab qolishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyulgacha eng muhim vazifa to'lovlaringizni tartibga solish, hujjatlarni yig'ish va kelajakdagi to'lovlarni rasmiy iz bilan amalga oshirish. Ijara, aliment, qarz, xizmat haqi, kommunal to'lov, ta'mirlash, qurilish, oilaviy katta xarajatlar, bularning barchasida dalil bo'lishi kerak. Pul berganingizni yoki olganingizni faqat xotira bilan emas, hujjat bilan tasdiqlang. Bugunoq bank cheklariga qarang, shartnomalarni tekshiring, tilxat kerak bo'lgan joyda tilxat oling, izoh yozilmagan to'lovlar bo'yicha tasdiq xabari saqlang. Eng muhimi, keyin qilaman demang. Keyin ikkinchi taraf topilmasligi. Imzo qo'ymasligi yoki gapidan qaytishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pul bergansiz, lekin hujjat bo'lmagani uchun isbotlay olmagansiz. Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizni jarima, qarzdorlik, sud va ortiqcha yo'qotishlardan asraydigan muhim ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirishda davom etaman.